Men sizlarga hozir novinkalarni, bombalarini obzorini qilib bermoqchiman. Shunaqa yumshoq tapchkali brend variantlardan ham bor. Mana Hermes brendlari tushirilgan, ko'ryapsizlar. O'zinglar ham buni rasvetkasi juda ham ko'p. Men hozir endi aynan 2 xil rasvetkasini oldim. Lekin juda ham ko'p rasvetkasi qizlar. Lekin men bu tapchka ham вообще asal ekan. Oyoqda ham chiroyli turadi. Bu novinka modelda qizlar. Tapchkalarimiz shunaqa chiroyli svasilarimiz. Yumshoq. Mezda qilib kiyishli Xitoyki qizlar. Qo'ymam ham yengil ekan. Ana yengil deganimda-chi, sizlar yengil tasavvur qilmanglar, вообще yengil tasavvur qilinglar. Kiyganda oyog'imda yo'dek bo'lib turar ekan deb o'ylaylar-da qizlar. Nerealniy shunaqa. Variantlarimiz ham bor qilinglar. Buni toshli varianti bor, toshsiz varianti bor. Atak o'zini ham toshlari to'kilib ketsa ham bilinmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Saqib kiyib yuraverasizlar.